Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz to'rdoshlar. Jon ajam ovoz bilan Uyg'ur Yevropa ansambli san'atkorlar programmasiga xush keldinglar. Bugun bu program orqali Uyg'ur Yevropa ansambli a'zolari nomidan to'rdoshlarga, bizni qo'llayotgan do'stlarga, gapni anglab tushunayotgan, Uyg'ur muzikasini yaxshi ko'rgan, Uyg'ur san'atlari bilan uchrashgan ajnabiy do'stlarga, insonlarga salom yo'llaymiz. Bilgininglardek aldın qapta birinci qadimim, birinci bölüm san'atkorlar nomli bu sohbat boshlandı. Ümid qildiğim bu sohbat orqali do'stlarimni, qo'llovchilarimni azroq bo'lsin go'zal energiya bilan, go'zal so'zlar bilan chaqirib kelgan mehmonlarimning illiq salom bilan va shularning elib kelgan sovg'alar bilan yuz ko'rishtira olsam, bu mening xushalliqim va utqum hisoblayman. Bunun için senin qo'llashinglarga cho'nqur muhtojman. Aldınqı bölümdekidek bugungi mehmonimizni, aziz mehmonimizni sizlarning oldinglarga chaqirishdan burun siz güzel insanlar uchun bugunning güzel so'zini taqdim etsam, güzel bir ishning muvaffaqiyatining egisi bo'lish uchun eng avval o ishni boshlash kerak. Har qanday ishning birinchi qadami sizni ikkinchi bir qadam erishishingizga majburlaydi yoki turtki bo'ldi. Shunga bu birinchi qadamingiz o'ngishli bo'lsin yoki o'ngishsiz bo'lsin, ma'yuslanmang yoki mag'rurlanmang. Har vaqt esingizda qilishga tegishli bo'lgani birinchi qadam nima uchun oldingiz, kim uchun oldingiz va nima maqsad uchun oldingiz. Chunki bu birinchi qadamingiz bekorga o'tkazmayotgan har bir minutingiz, ilim ve bilim üçün alğan, yürüyatqan bu yolunuz kelgüsüde özünüzün tunuşuq bolğan, hatta bunundan çoğ, hazır qılayotgan işinizden çoğ bir mağrur bir yol edişiniz üçün türkü bolsun. Bugün bu bilim, ilim sözü ağzımızda, gönlümüzde bolğan bu vaqtda Yunus Emre bilim adımının bir şiirini sizlerge sunmakçıyım. İlim bilmektir. İlim özü bilmektir. Sen özünü bilmesen, en yaxşısı okumaktır. Bu şiir bana nəhayət çoğunqur təsir qıldı, yaxşı gördüm. Şunun üçün do'stlar bilan burada hem bəhrələnmək buldum. Yaxşı görüşünü ümid qılma. Qınamsa programı kelsek, bugünün aziz mehmini Uyghur Yevropa ansamblının qo'lliq a'zolaridan Qozog'istonda Almatu diyarida tug'ilib o'sgan, aşağıda cho'ng bo'lgan va o'zini Uyg'ur muzik san'at yo'liga bidoyi bo'lib ato qilgan, hayotda mamlakatga, vatanimizga qaytib berib, u yerda bilim oshirgan bir jup, güzel bir jup ayol Nasima bilan Azmat huzuringizga olsun. Qanday ekranlik bir ko'rinish chaqirib baqay. Alloh xolsa ichib qola. Assalomu alaykum Nasima, Azmat. Qanday ahvolinglar? Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Minjan. Yaxshi, rahmat o'zingiz. Rahmat, o'zingizlarchi qanday yaxshimi? Yaxshi, Ramazoninglar muborak bo'lsin. Sizlarni shunaqa birga bo'lsin. Ramazon muborak bo'lsin. Yaxshi do'stlar, bu Ramazonda hali qiynalmay. Shukr, Alloh shukr. Hava bizde herhalde soğuk bulatıydı. Şu an biz anca kıyılamadık. Sizler bilmedim kanlara koytadık ki Fransiyada. Biz hava hem de hali yaxshi. Tunlaşıp ketdi. Lekin tağım çıkamay o'tirdik. Quyosh bor. Ammo shu uyda o'tirdik, taloq chiqamay. Hozir shuni sormak istedim. Programda sizlarni mehmon chaqirib keldik. Shuning uchun Fransiyada qanday bo'lardi bu uyda qolgan mezgilda? Nima ishlar qilyapsizlar? Shuni biroz Fransiyaning nimasini tushuntirib bersangiz. Endi Fransiyada hozircha hamda burundan qaraganda hozir yaxshi. Hali ahvol hali nima qoldi? Bisilib qoldi. Başka qaynab ketgandi bu og'riq. Hozir Xudoga shukr ham yo'q. Sal bisilib, odamlarni o'zdirmi.
burunqidek qo'rqinish yo'q odamlarning yuragida. Beshida taladi haqlab birni qechib yuribdi. Bo'ldi. Endi qandaydi? Masalan, keraklik bo'lgan yemek-ichmek, undan keyin dori-darmak degandek dorixonalarga chiqsa bo'ldi, do'konlarga chiqsa bo'ldi, ammo shu boshqa sabab bilan chiqish yo'q. Shu zang bo'yicha uyda o'tirish hammasiga. Shundaq. Sizlarning herhalde biraz egri ekan bo'lsa, men ba'zi aldaqtim kimlar baraş Nasima dedi o deymi, çalaq teshik chiqish uchun ya sen debsen hizmetde yazdıgan o hozirgacha bormi yo'q tugidimi hozir yezib ruxsat deb chiqish kerak bo'lgan. Ba hozirgacha bor. Birinchi boshlanganda u nusxasi boshqacha edi. Hozir yanimi tarix qilib vaqtini yozadigan bo'ldi. 5da undaq yo'q edi. 5da bizga programma aytdi. Biz meyada Xerox bilan chiqarib olamiz. Chiqarib berib yozganlarni yozib qilamiz. Hozir vaqtini yozadigan bo'ldik. To'liq adres uyninki adreslarini yozib, vaqtini yozib shunday hamda hozir. Qog'ozsiz chiqish bo'lmaydi. Qog'oz bo'lmasa jariman shu. Puldan jo'nayotganda sizlarni, ha? Shu. Ha, yaxshi. Nasima, Azmat, sizlarni chaqirishdan burun azroq qisqacha tunishtirdim. Albatta kerak sizlarni nurg'un insonlar tunuydi va bugun bu programni ko'rayotgan sizlarni tunmagan do'stlarimizga o'zinglarni qisqacha tunishtirib bersanglar belki yaxshi bo'ladi. O'zimizni tanishtirib ketsak, Azmat O'zbekistonda tug'ilib o'sgan, men Qozog'istonda tug'ilib o'sgan. Biz shu Qozog'istonda ko'rishib, turmush qurgandan beri shu duet yayra deb atab o'zimiz bir guruh qurib ishlab kelyapmiz mushkungacha. Qozog'istonda ishlaganimizda biz shu vatanga jiqaroq kirib ishlatdik. Naqshlarimizni shu yerda yozatdik, shu yerda izlanish qilardik. Andin O'zbekistonga berib chiq naqshlarimizni yozdik o'zbekistonlik qarindoshlar bilan. Shunday ishlab kelib biz Fransiyaga ko'chib keldik. Ko'chib kelgandan beri bu yerda o'z ishimizni, san'atimizni to'xtatmay, boshqa millatlarga shu Uyg'ur xalqimizning san'atini tanitishga biroz bo'lsin ulush qo'shaylik deb ishimizni davom qilib kelyapmiz mushkamcha. Mana shunday biz duet yayra. Amsa savol javob qismida sizlarning uyda shu karantina vaqtida uyda qolgan vaqtlaringizda nima ish qilasizlar? Biroq deb emaslar. Kunlik hayotinglarni. Endi shu karantinda hammasiga o'xshash ro'z boshlandi mana. Ro'z tutib uyda mana o'tirdik. Karantin boshlangandan beri biz uyda shu o'zimizniki qilayotgan ishlarimizni davom qilib kelyapmiz. Afsus oldida bo'lgan konsertlar, faoliyatlarimiz hamiz to'xtab ketgachga o'zimizniki shu taraqqiy qilaylik, biroz uyda o'tirib naqshlarimizni o'rganaylik, yana boshqa ishlarni boshlaylik deb oldimizga qo'ygan bir maqsadlarimiz bordi. Shularni shu boshlamay yurgan ishlarimizni boshlab ketdik. Yaxshisi. Andin jiq o'rganishlar qilyapmiz, xeyli yaxshi narsalarni o'rganib, yangi narsalarni til o'rganib degandek. Bilmagan narsalarni o'rganib, bilgan narsalarni bolalarga o'rgatib degandek. Shu vaqtdan foydalanib qilamagan ishimizni qilamisak, o'zimizga foydasi bo'lyapti bir chetdan. Chunki burun boshqa ishlar bilan bo'lib bolalarga vaqt bo'lmadik. Ular maktabda bo'lgandan keyin bu yerniki sistemasi maktab etidan kechkichil maktabda bo'lib, kechda kelib ko'rishib, andin uxlashga ketadi bolalar. Shunga biroz vaqtimiz oz deb bolalar bilan o'tkazgan. Hozir xili yaxshi. Bolalar chiqaroq. Bolalar xushib qoldi hozir. Dadam opam uyda kundosh. Xo'shaldilar.
karantina ballığı payda tuttu da sen to'g'ridek ko'ryapsizlarni. Yaxshi. Unda bo'lsa, ikkinchi savolim. Bu karantina vaqtida, sizlar o'tgan vaqtlarda sizlar yaxshi ko'rgan kino yoki o'qiyotgan kitob bo'lsa, bu ko'rmanlarga, bizlarga bir tavsiya qilsanglar, shuni olib qolsak. Kitap koyamda ben şahsen özüm kitapni ançıcık okup ketmeymen. Kino görüşünü yaxşı görmem. Qaysi kinoni jiq ko'ryapsiz? Qanaq janr demekçi, qanaq janrdaki kinolar. Şu neymiş, şu hayattaki boğan işlerini kino kılıp ağan kinonu bekerek yaxşı görmençi, görüşünü. Hozir masalan sening yumush yaqinda ko'rgan bir kinoning bormi yoki işte bir kinoning yaqin tavsiya qilsang biz ko'raylik. Yakında hem de bunu hazır karantin vakti, epidemiya vakti, virüs geldi bana. Şu hem de bir kino var. Şunu yakında ko'rgandim. Hemimiz oturup ko'rdik uyda, aile bilen. Şu hazırkı boğatkan karantin hazırkı boğatkan vaziyetini şu kinoda düşürüptü ki. Kino 2010 yılı çıkan kino ki, 2011'e. Deli şu hazırkı boğatkan vaziyetini şu kinoda köstilgende. Şu kinonu görüp oynayıp kaldıkça kılı narsalarını kösetken kinoda. Şu kinonu tavsiye qilsam bo'ldi, biroq ammo shu uyg'urchisini qanday qilsak bo'ldi u nomini. Undan men o kinoning ismini Juqumlashmi? Astiga inglizcesini qoldirib qo'yma, ko'rmoqchi bo'ldim. Bo'ldi, qoldirib qo'ysam bo'ldi. Astida shu kinoni men tavsiya qildim, men ko'rdiganman. Shuni ko'rsanglar, xeyli hozirgi bo'layotgan vaziyatning shu kinoda shu ko'rsatib bergancha. Nasimasiningcha Ben şu tavsiye kıldığım her günü 2 saat vaqtыңlarni bir narsa ügünüşke sarf qilsanglar, bilmayman endi har kim har turli foydalansa bo'ldi. Til o'rgansa bo'ldi, ya bo'lmasa psixologiya tarafdan bir narsa o'rgansa bo'ldi, ya bo'lmasa din tarafdanmi, ya til tarafdanmi, shu arab tilimi, shundaq Hüner bir. ya bir hunar o'rgansa bo'ldi, shu andin sport, yoga degan narsani qilmabdi. Burun biraz qiziqatdim, lekin ancha ahamiyat bermadim. Qaytam mush karantin boshlangandan boshlab yaxshiroq shuni bilishga tirishib, shu internet orqali hammiz birlikda qilib sinab qo'yapman. Shunda yaxshiki, shuni tavsiya qilmay yogani. Hammanglar. Yoga boshlab ketibsizda Nasima, mana. Ben yaxshiki. Tamam, unda Bu sportda bu yoga degani. Sport. Eğer onu qilmoq tez. Men bir chaqda boshlab beqib bir adamning bir Angliyadagi bir adamning yoga emas ekan, antrenman qilgan. Uning ergishib bir ish kuch harakat qilib beqib oxirida davom ettiram bo'ldim, sunib ketdikmi? Shuni tashlab qo'ydim. Hamma uchinchi savol. Ko'ngilingizda qolgan, qilinmagan yoki mushni qilsam bo'pti-ku deb qolgan bir ish. Aqchan ishlarning ayrim bo'lish kerak. Shuni bir deb desam. Endi qilinmagan ishlar bo'lsa, şu vatanga chiqqan vaqtida şu güzel yurtlarimizning şu Qashqar, Xotan, Aqsu, Qucha degan yerlarga boramaganimdan sal ziyorat qilamaganimdan sal nim qilmanchi, ko'nglim yerimcha mening. U yerda hamda Urumchida bo'ldik. Turponda bo'ldik. Qarmayda bo'ldi. Shunday yerlarda bo'ldik. Endi shu boshqa yurtlarni ko'ramaganimga shu ziyorat qilamaganimga afsuslanmancha hozir. Herhalde qilichi xushlar beribsan. Mening juda oz qolsa, qarmay kelsa, maytaqa boramay qolsanda, bo'pti. Bilgan bo'lsam boratdim ekan-da. Qilma.
Nesime sizce sizin absüzlüğünden Endi men o absüzlüğümen vatanga borgan vaqtimda shu jiq jutlarni ko'ramidim. Lekin Aqsu, Kucha degan yerlardan o'tgan yo'llaridan ko'rib ko'rgandim. Biroq men undaq bir narsaga bek absüzlənib ketmaymanchu. Bo'lmagan ishqa. ma'qul. Chunki Alloh taolo buyurgan ish bo'ldi, shu buyurmagan ish bo'lmaydi. Bo'lmagan ishni endi amal yo'q-da. Lekin o'sha oxirgi vaqtda absüzlənadigan bek xap deganim o'sha karantinga bog'liq bir ish bo'ldi. Bizniki mana Yevropa ansambli bilan jiq konsertlarimiz bo'lganda ular hammasi to'xtab ketdi. Onun qo'shilib shu 5 yilga yetaydi biz o'sha kelganimizga Fransiyaga. Shu konsertlarning banasida opamni chaqirib shu konsertlarni ko'rsatib bir shu Yevropani ziyorat qilmoqchi edim. Shuningga tayyorlik qilayotgan vaqtda bu ishlar bo'lib ketdi hozir. Endi bu ishlar qachon tugishini bilmaymiz. Shunga shu onlarimizni mishaga balduroq chaqirib akayversan bo'pti-ku degan bir o'yim qoldi. Lekin inshaalloh endi Xudoyim buyursa Alloh taolo nasib qilsa ko'rishamiz. İnşallah. Yani bu bugünkü gündeki bu virüs tüpeyle jiq insanların planı aslında üstüne olup gitti. Bunun amalsız. Lekin Xudoyim buyursa uzun o'tmay bu tugaydi. Tugmaydigan ish yo'q o'janda. Tugmaydigan yaxshilik, tugmaydigan eskilik yo'q. İnşallah. Ötep ketidi inşallah. Onda yana bir nuqtaliq savol. Uyg'ur Yevropa ansambliga qanday a'zo bo'ldinglar? Buni bir anlatib bersanglar. Uyg'ur Yevropa ansambli. Yevropa ansambli kelishimizniki sababchisi bo'lgan bir naqshi bor. Bu men Qozog'istonda vaqtimda bir naqshchi yosh bol bilan aytgan Assalom dana xalqim degan Uyg'ur xalqimizning mazmunida yozilgan Uyg'ur xalqimizning hozirgi ahvoliga loyiq bir naqshi bor-da. Shu naqshi sababchi bo'lib qoldi bu ansamblga kelishimizga. Chunki biz shu ansamblni qurgan akamiz Muxtar Abdukerim Jambaz akamiz shu naqshiga o'zi yoqtirib tinglab yurganka. Keyin biz shu Fransiyaga kelganimizni bilib, u naqshni men aytganligimni bilib, bizni izlab tepib telefon qilibdi. Bir kuni telefon qilib, shundaq men sizning shu naqshingizni anglagan, shu naqshni anglaganda bek yaxshi to'g'andim shu naqshni. Endi sizlarning bu yerga kelganinglarni anglab bek xush bo'ldim. Biz shundaq ansambl quryapmiz deb. Agar sizlar qo'shilgan bo'lsanglar biz bek yaxshi xushal bo'lardik, yaxshi bo'ladi bizga sizlarga deb bizga bir tavsiya qildi. Shuningdan keyin biz shu ansamblga qo'shildik. Muxtar akamniki tavsiya qilgan kundan boshlab. Ben bu Muxtar akamning yani reisimizning sizlarni tavsiya qilganiga bek xushal. Hakikaten sizlarda bu ovoz hem sizlarda bu ko'ngil bizning ansamblimizga bak hozirgidek bütün Uyg'urlarga bir foydali. Pek ciddiga qatim qaralmaydi. Bu bugungi kunlarda bu uyda qol mezgilda nimani eng sevindinglar? Nimani sevindinglar desang, endi men shaxsan endi buni do'stlar bilan, og'inlar bilan bir yig'ilib, oila bilan o'tiratdik-ku biz. Shu pikniklarni qilib, shu parklarda. Shanba kunlari ishdan sirt dam olgan kunlarim shu. Do'stlar bilan yig'ilib, paranglashib, mungdashib, kebab qilib. Shu damlarni sevib qolsanki. Nasima sizningcha? Sizning sevgan Men shu o'zimning do'stlarimni sevgandim, shu choy o'ynaydigan qizlarimni.
Andın şu yol meni Parijda bir iş qilmoq bek tez çok ziyade. Taksi tutsangizmi, ya avtobusda olsangizmi, metroda olsangizmi, bek jiq vaqt isrof bo'lib ketadi yo'l uchun. Endi o amal yo'q shundaq. Shu vaqtlarda, shu karantin bo'lmayotgan vaqtida yo'l meni yurib ketadimi? Shu avtobuslar tushib, ya bo'lmasa metroda. Hozir bo'lsa shundan seg'inib qoldim. Chunki avtobusda olsangizmi, Parijning ichidagi manzarani ko'rib, ma'atdiq. Shu Parijning ichidagi turistlar xushal xo'ram, bak xushal bo'yadik odamlar-chi. Meri issiq bu Parijning ichidagi. Shu Parijga kelganidan xush bo'lib, hammasining yuzida baxt ko'rsiz. Turistlarni ko'rsangiz. Shu vaqtlarni seg'inib ketdim. Balam, buradan chiqib, ba'zida shu o'zi diqqat qilmagan, ya'ni ko'ziga chiliqmagan ba'zi narsalar mushtaq. Ha, to'g'ri. Unda yana bir savol. Bu evde qal, ya'ni bu karantina kunlari tugagan vaqtida, ya'ni yugurib berib qilinglar kelgan ishlar bormi? Qanday ishlarni qilinglar boshlama deb pasanglar? Qilgan ishlar nurg'un endi. Birinchi shu karantin tugab, shu uydan chiqadigan fursat bo'lib, inshaalloh shu kunlar kelsa, shu talaga chiqib, men xo'shalligimdan vaqirab shu desam bo'ldi yana. Xo'shal bo'lib, mushtaq o'tgan odamlarga shu salom qilib, shu xo'shalligimni bildirib, işte qilmamikin da'vatimni bilay. Bundan Nasima sizcha? Shu Xudoyim buyursa inshaalloh, shu karantin amal-sen tugab ketsa, hammamiz bir ozodlikqa chiqsak yana. Balalarni hammamiz ayili bilan shu Parijda o'tirdi bir park bor. Park d'acclimation degan shundoq yaxshi uşaq balalar uchun o'ynaydigan yerlar bor, o'tirib tomoq yeydigan yerlar bor. Shu parkqa bilib borgan bor, balalarni elib inshaalloh. Birinchi qilgan ishim shu bo'ldi deyman. Shu opirib balalarni kashkirgacha o'yintib, shu to'ygacha. Andan keyin oxirgi savol, bu uyda qol mezgilida, ya'ni uyda qilishning eng go'zal tarafi qaysi? Qilishninki yaxshi yeri endi birinchidan shu salomatlikka diqqat bo'lish, saqlash degandek. Undan keyin shaxsan o'zimga xili mesela odatdagi vaqtda ishda bo'lib qolsa, keyin uyga kelib, uyga kelib choy ichib bolalar bilan bo'lib shunday yetib qolsa, qilmaydigan nurg'un narsalar bor. Masalan, programmalar, masalan, kompyuterda video ishlash programmalari, muzika ishlash programmalarini xili ugundigan vaqt chiqdi. Masalan, hozir xili programmalarni ugunib oldim. Xil narsalarni qilamagan narsalarni endi ugandim desam bo'ladi-da shu vaqtda. Shu yer yaxshi bo'ldi endi. To'g'ri. Bu fursat chiqdi degina shu kompyuterdagi qildigan. Nasima sizningcha? Güzel tarafi shu yaxshiroq vaqtni sarf qilishni o'rganib olamiz ekan-ku bu vaqtida. Odatdagi vaqtida vaqtni qanday o'tib ketganini bilmay qolasiz-ki. Hozirgi vaqtda shu necha soat nimalarni qila oladingiz, shularni bir analiz qilib, shu vaqtni qattiq tutishni o'rganadigan o'xshaymiz-ku hozir. İsrof qilmaslik. Shu vaqtni isrof qilmaslikni o'rganganligimiz shu eng go'zal taraf o'ylayman. Karantin. Bu yaxshi gap. Menimcha shu. Hamsa programmaning oxirida sizlarning mening talabim bu. Bo'lsa sizlar O'rta Osiyo tarafdan, biringlar Qozog'istondan, biringlar O'zbekistondan vakil, bizning ansamblimizning vakilida albatta. Bu sifatinglar bilan
bir köngül sözüňläni bolsa, biriňla rusça, biriňla uýgurça bir köngül söz qyp gaýsaňlar men şunu aýp gaýsam. Nasibenin Rus sözlemegine heli uzun wagt boldy şu Rus şeýle ketdi, bir Rus sözlep bireý diýdi. Нет. Sen niyet dedi. Rusça болса рус сөзләй. Во-первых, хочу поблагодарить нашего дорогого друга, коллегу Мемеджана за такую прекрасную программу, которую он создал и пригласил нас. Спасибо тебе большое, огромное, Мемеджан. И, во-вторых, хочу всем нам пожелать, самое главное, крепкого здоровья, терпения. Конечно, всем тяжело, весь мир сейчас так сидит. И побольше я хочу пожелать всем любви, чтобы любили побольше и дарили свою любовь, не жалели себя, потому что, как сказать, жизнь, оказывается, быстро пролетает, а на самом деле остаются только эмоции и воспоминания хорошие или плохие, поэтому не жалейте себя дарить эмоции и дарить свою любовь. Всем желаю любви и spokojствия. Şimdi qaşlaydı. Ben bunu şu saxlab bir-birlep musiqini rusçagını otaman ayrım düşündüm. Birinciden Mömincan şu programmaga bizni söhbetke teklif kılganyňa rahmet. Ýani şu dünyadaki barlyk kyryndaşlarymyzni hazırky Roz Ramazan iyi mübarek bolsun diýmiz ýani bir ketim. Allah ömrümizge ýar bolsun. Şu ayda hemmemizni rozlan sağ salamet tutduğunga Allah nasip kılsın. Hemmemiz özümüzni, yakınlarımızı asraýly. Şu hemmemiz hazırky vaziyette oňay emas togra. Hem de inşallah bu wagtlamy ötüp gitdi. Yaxşı niyetlerini kılaylı. Yana bir ketim rahmet sana. Şu fırsat boğanağa, söhbetleşiş fırsat boğanağa. Rahmet, hizmet sizlerge rahmet. Yani bir senetkar buluş. Muşunçilik çoğun kadamdan elip büken gün kelgen çağda menin bir söhbetim. Yani sizler bilen halkның arasında bir yol hasıl kılalygynym bu menin hoşallygym. Ämsi tügütişden burun köňüňläriň soğus bolsa, şununla tügetseňler, şununla hoşlaşsak, toluq Nakşananyň programmasyny men agydyn ýollap çykaryp ötemen. Bolsa hazır ekrandaky görermenlerge özümüzdenki Can Ana digen nakşyny ýetip bereýli. Muzikisi İlyar Maşurov'nunki hem de nakşyny şeýerini yazgan mana kışımda oturgan Nasime Erkin sözü yazılgan Can Ana degen nakşyny sizlerge havalyk bermişiz. Can anam, mehribanım esir, bağrıda bakar. Can anam, kanım bensin, kımlara bozgan. Bahsettirip izlerken, erkilip güldürgen. Dazın eyleymen nakşanda sesge, cinim anam. Mana isan elliyimiz yürekte mengü Mana bergen kanetimiz kayrılmaz mengü Kadirdanim anam, mihribanim anam Yüzünüzden hiç kaçan nur ketmesin Cennetimsiz anam,
Barlığım siz anam, gönlümüzge hiç kaçan gam konmusun. Can anam, sizge adab olmaz, terzimiz var. Can anam, ecdatlar kaldırgan terzimiz var. Kadinas yok sizdek ana, hiç kim bulmaz mana bana. Tazım eyleymen akşamda sizge cinim ana. Malika ellerimiz Yürekte mengü Mala bergen Karadeniz Ayrılmaz mengü Kadirdanim anam, mihribanim anam. Yüzümüzde hiç kaçan nur ketmisun. Cennetim siz anam, varlığım siz anam. Gönlümüzge hiç kaçan gam konmusun. Oo, rahmat. Avazın ağa. Güzel gidet beğenmişsin. Kanalga haqidagi naqshlarni aytmadi ona. Ko'p rahmat. Bugungi programda mehmon bo'lib, biz onaning so'zini, hayotini, naqshlarni, she'rlarni, ya'ni barliqlarni ko'rayotgan do'stlarimizga, bizni qo'llayotgan qo'llovchilarimizga yetkazinglar. Men o'zim shaxsiy bu programmamdan sizlarga rahmat aytaman. O'zimcha ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga emanet. Hoş. Her hoş. Allah'a emanet hoş.